Munisa Rizayeva O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoni bilan taqdirlandi. Men umuman bilmaganman bu narsalarni. Menga shu Instagramda uyidemreniyalar keldi. Xonanda bu mukofotni kutmaganini, bundan juda xursand bo'lgani va endi ushbu nomga munosib bo'lish uchun yanada ko'proq ijod qilishini aytib o'tdi. Ijod qilishimiz kerak, oqlashimiz kerak albatta o'zimizni shu medallarimizni, zvaniya deb. Shu bilan birga Jaloliddin Ahmadaliyev o'z konsert dasturiga oddiy kiyimda kelganligi uchun kiritilmadi. Eshitdingmi, endi ular ham to'g'ri lekin xavfsizlik uchun o'zini kirgizmayapti. Familiyangiz bormi yerda? Ha, bor. Yo'zi Ahmadaliyev ko'ring, sizlar qarayapti, ro'yxatingizni aytayapti. Xonanda insonlarga kiyimiga qarab emas, balki insoniy fazilatlariga qarab munosabatda bo'lish kerakligini ta'kidladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'zbek konsert davlat muassasasi xonandasi yoshlarimizning sevimli qo'shiqchilaridan Eshitdingmi, endi ular ham to'g'ri lekin xavfsizlik uchun o'zini kirgizmayapti. Familiyangiz bormi yerda? Ha, bor. Yo'zi Ahmadaliyev ko'ring, sizlar qarayapti, ro'yxatingizni aytayapti. O'shanda bashang kiyib kiraman shunday kiyim safarlarda. Mana shunaqangi jabr bor ekanda. San'atkorlik bo'lib yurish uchun bir yalti yurtib yurish degan narsa basta. Oddiy kiysa san'atkorlar. Bunaqa bo'lmaslik kerak. O'shanda sahna madaniyatiga amal qilmabdi bu, u qilmabdi. O'zingga qo'yish uchun shuni eng ma'noda sog' bo'linglar, davom etamiz masa. Sahna madaniyatiga amal qilmabdi.